Shunda Qirg'izistondanmi bemorlaringiz qayta ko'rikka kelishibdi. Qayta ko'rikka keldi. Bu voy shirinligini. Nima muammo bo'lgan bolada? 6 oy oldin gidanevroz, ya'ni buyrakda siydik suv yig'ilgan, shishgan. Kichik kesma orqali operatsiya qilganmiz. Hozir qayta ko'rikka keldi. So'rasak, hech qanaqa bezovtaligi yo'q, oldingida qorin og'rig'i, siyishda bir muammolari yo'q. Ishtaqalari ochilgan. Yaxshimi ancha aka? Ha, ko'z temasin. Bobo, qani tasqilingchi? Boringizga shukr. Aka, mana detskiga qanaqa muammolarimiz bo'lsa kerak bo'ladi? Mana o'sha toshi bo'lsa, buyrakda sidiolarda tug'ma nuqsonlar bo'lsa, gidanefroz, uretra gidanefroz, uretraseli, PMR deymiz, siyligi tevaga qaytib ketadi. Shularni ham bartaraf qilamiz. Undan tashqari gipospadiya deymiz, siylikning teshigi normada joyida bo'lmaydi, pastda bo'ladi. Uni ham tevaga chiqaramiz. Detski endi urolog akam, tanjoningiz sog' bo'lsin. Shu boladan rozimisizlar? Rozimiz aka. Ha, umringiz uzoq, baraka toping. Manzilni yozing, lokatsiyasini tashlab beraman, vrach raqamini qo'yib qo'yaman, telefon qilib qabullariga ham yozilsanglar bo'laveradi yoki saqlab qo'yinglar detski urolog deb. Bolalaringni bitta tekshirib olinglar, to'g'rimi? 8 dan 5 gacha shetdasiz-ku. Shetdamiz. Ana, Kantin klinikasi kelaverasizlar o'rtoqlar. Bemorlarimiz uchun tilak vasfingizlar. Xush kelibsizlar.